Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti 16 avqust günü Şərq Türkistanlıqlar Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının Xitayning məcburi əmgəki toğrısındakı alayda dokladını ilgirləş deb biladi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıdan Xitayning Şərq Türkistandagi irqiy qirg'inchiligi to'g'risidagi dokladni e'lon qilishni talab qiladi degan temada axborot e'lon qilgan bo'lib, axborotda Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıning zamonaviy qulluq shakli va oqibati to'g'risidagi dokladi, ishg'ol qilingan Şərq Türkistandagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlari majburiy əmgakka selinadi deb xulosa qilindi. Zamonaviy qulluq shakli va oqibati to'g'risidagi doklad Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengashining pat arada o'tkaziladigan 51-ci qitimliq yig'indan ilgari alayda dokladchi Tomoya Obokata tarafidan e'lon qilindi. Xitoyning Sharq Turkistondagi majburiy əmgaki to'g'risidagi dokladida majburiy əmgak jarayonida haddidan ziyoda nazorat qilish, nachar turmush va xizmat sharoiti, tahdid, jismoniy va yoki jinsiy zo'ravonlik va boshqa inson qalbidan chiqqan pastkash muomalalarning ta'siriga uchragan ishchi xizmatchilarning ustidan yurgizilgan huquqning xarakteri va doirasini bayon qiladi. Ba'zi ahvollar qulluqni insoniyatga qarshi jinoyat deb ko'rsatishi mumkin. 2014 yil mayda Xitoy hukumati ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Xitoy bo'lmagan millatlarni nishon qilgan xalq urushi deb atalgan rasmiy irqiy qirg'inchilik harakatini boshladi. Xitoy hukumatining Aqtoshliq kitobiga qaraganda 2014 yildan boshlab Xitoy har yili 1.290.000 nafar Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini atalmış kasbiy tarbiyalash va qayta tarbiyalash lageriga majburiy avatgan. Lagerdagi mahbuslar sud sirtida qamoq jazosi, majburiy emgak qilish, haddidan ziyoda nazorat qilish, qiynash, jinsiy parakandachilik, a'zolarni yig'ib olish, hatto o'ldirish qatorliq vahshiy qilmishlarning qurboni bo'lgan. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin prezidenti G'ulom Osman Yag'ma Efendi alayda doklad qilg'uchi Obokataning dokladi Xitoyning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlarini ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda majburiy emgak silib qul qilganligini, insoniyatga qarshi boshqa jinoyatlarni yurgizayotganligini isbotlaydi. Bu dokladning sayesinde biz yana Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı irqiy qirg'inchilikning oldini olish ishxonasini Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi boshqa jinoiy qilmishlarga javob qaytarishga chaqiriq qilamiz. Shundaqla Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Bexatarlik Kengashi va Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Umumiy Majlisining Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı irqiy qirg'inchilik ahdnomasidagi va'dasini ishga oshirishni talab qilamiz dedi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının alayda dokladçısının dokladi Şərq Türkistan sürgündü hökuməti, başqa xalqaralıq hökumətlər və kişilik hüquq təşkilatlarının Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Komissari Məşəl Bacılıqdan Xitayning Şərq Türkistanda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyati to'g'risidagi dokladni e'lon qilishni talab qilgandan keyin e'lon qilindi. Bachelet Mushayning oxirida ishdan ayrilishdan ilgari Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiyligi haqida doklad e'lon qilganligi to'g'risida va'da berdi. Sharq Turkiston sürgündü hökumatining Yevropada turishliq vakili Mamtimin Ala Efendi ko'p yillardan buyon Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va vahshiyligini tomoshabin sifatida tomosha qilib keldi. Sharq Turkiston xalqi bu yangi dokladni Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıning ilgirilishi deb qaraydi va Sharq Turkistondagi insonparvarlik krizisiga darhol va mos taqobil turishni umid qiladi dedi. Sharq Turkiston sürgündü hökumatining bosh ministri Salih Xudoyer Efendi biz Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Komissarining Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi turish jinoyati to'g'risidagi dokladini darhol e'lon qilishini murojaat qilamiz. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı va'dasiga amal qilib, bu insonparvarlik krizisini tugutish uchun harakat qilishi kerak dedi. Sharq Turkiston sürgündü hökumati yana Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı va uning a'zo davlatlarni Sharq Turkistonning xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoy amaldorlarining ustidan sungan irqiy qirg'inchilik da'vosini qo'llashga chaqirdi. Sharq Turkiston sürgündü hökumati yana Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Bexatarlik Kengashini Sharq Turkiston masalasini Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Bexatarlik Kengashining kun tartibiga elib kelishga, shuningdek bilan birga Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Umumiy Majlisini qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga qaratgan vahshiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilib, ayblashga chaqiriq qiladi deyildi.
Xitoy ustidan ochilgan da'vo Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida. Yevroasiya to'rining 12 avgustdagi xabariga qaraganda, atalmish Şinjandagi Xitoy bostirichlarining ziyonkashligiga uchragan qurbonlarning advokati Rodni Deksun Yevroasiya to'riga Xalqaro jinoiy ishlar sudida adolat talab qilish va O'rta Osiyo davlatlarining ojizliklari to'g'risida so'zladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan vahshiy qilmishlari haqida dalil-isbotlar oshkorlanganda, xalqarodagi huquq mutaxassislari Beyjingni qandoq so'roqqa tortish haqida o'ylashyotidi. Xitoy g'oyib qilib o'tish, majburiy tug'mas qilib o'tish, o'limga hukm qilish, millionlagan kishini nazarband ostiga olish qatorliq ayblashlarni rad qildi. Xitoyning pozitsiyasi qattiq va munosabat texmi so'g'uq bo'lgan sari javobgarlikni surishti qilmoq ta'sir qiladi. Xitoy yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharq Turkiston haqida doklad tayyorlashni to'salg'iga uchratdi. Hozir Lahaydagi Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyati haqida da'vo ochgan advokatlar O'rta Osiyodan dalil isbot yig'ib bir o'lga tikladi. Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Rim nizomi deb atalgan sudni boshqarish shartnomasiga imzo qo'ymagan. Shunga Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining mustaqil taftishlarining Xitoyni boshqarish huquqi yo'q. Ammo bir necha O'rta Osiyo davlatlari Xitoyga yordam qilib, Uyg'urlarni chegirdan qo'g'lab chiqargandan keyin, ular Xitoyning turmusida g'oyib bo'lg'achqa, bu davlatlar Xitoyning jinoyatiga yordamlashgan deb qaralishi mumkin. Tojikiston Xalqaro jinoiy ishlar sudining ahdnomasiga imzo qo'ygan davlat. Dushanbaning Xitoy bilan hamkorlashishi yoki xalqaro sudning tekshiruvchilariga moslashishi tojik amaldorlariga qanchalik ovorchilik olib kelganligini belgilaydi. Rodni Deksun surgundagi Uyg'urlarga vakolatan ishlaydigan bo'lib, uning dalil isbotlari Xalqaro jinoiy ishlar sudida 2010 yilning oxirida tamomlangan Myanmardan Rim nizomnomasiga a'zo davlat Bangladeshga qochib borgan Rohingya xalqining da'vosiga o'xshaydi. Deksunning xizmat atriti Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekistonda dalil isbot yig'di. Yaqinda oshkorlangan atalmish Şinjan soqchi hujjatlari, xakerlar erishgan Xitoy hukumat sonliq ma'lumot ombiridagi jinoyat hujjatlari va Sharq Turkistonda tug'ilgan Xitoyga topshirib berishga duch kelgan Qirg'izistonga qochib chiqqan shoid Qirg'iz Ovalbek Turdaxun da'voga yordamchi bo'ladi. Yevroasiyo to'ri Deksun apandi bilan telefonda so'zlashdi. Tuvanda bu dialogni diqqatingizga sunamiz. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi ayblaguvchilari Beyjing Rim nizomnomasiga imzo qo'ymaganlik uchun atalmish Şinjandagi dafsanchiliklarni tekshirishni rad qilgan edi. Yaqinda dalil isbotlarni sundingiz. Ayblaguvchilarning hozir nimalarni deganligini aytib beramsiz. Biz tunji qitim Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga dalil isbotlarni sungan vaqtimizda yetarlik dalil isbot yig'olmagan edik. Shunga taftish mahkamasi 2020 yili tunji qitim buni tekshirganda to'liq dalil isbotning yo'qligini, bo'libmi boshqarish tavalligiga munosabatlik yetarlik faktning yo'qligini, dalil isbotlarni topshirishimizni bosh taftishning buningga ahamiyat berib tekshirish olib berishi qaror qilganligini jazmlashtirdi. Jarayon davomlashmoqda. Biz tunji turkum dalil isbotlarni 2021 yili 6 oyda sundik. Uningdan keyin yana 2 qatim, ya'ni 2021 yili 11 oyda va 2022 yili 6 oyda sundik. Hozir bosh taftish tekshirish etish uchun bu 3 qatim sungan dalil isbotlarning yetarli bo'lib bo'lmaganligini inchiklayotdi. Bosh taftishning ma'lum bir cheslarigacha javob berish kerakmi? Qonun jihatdan yoki amaliyotda mezgil chegarasi yo'q, ammo ro'shanki bosh taftish uyg'un bir mezgil ichida buni inchiklaydi. Ular yeshadigan nurg'ulg'an masalalar bor. Undan keyin tekshirishni ochib ochmaydiganligini qaror qiladi. Siz tilga olgan misollar qaysilar? Myanmar Bangladesh da'vosi biz ishongan muhim nuqta. Mahkamaning sudchilari Xalqaro jinoiy ishlar sudining boshqarish territoriyasi ichida bir jinoyatning yuz berganligini bayqaganda mahkama barliq jinoyatni boshqarish huquqini tepib chiqdi. Bu da'voda insonlar Myanmardan xalqaro sudning boshqarish tavalligidagi davlat Bangladeshga surgun qilinganda mahkama boshqarish huquqiga ega ekanligini qaror qildi. Biz davomizda mushu ulguga tayinamiz. Davongizda Tojikiston haqida bizga yo'l ko'rsatib bera olamsiz. Tojikiston xalqaro sudning boshqarish doirasida ichidagi davlatdir. Dalil isbotlar shuni ko'rsatdiki, Xitoy amaldorlari va axborot xodimlari xalqaro jinoiy ishlar sudining zamini bo'lgan Tojikistonga keladi hamda Uyg'urlarni nishonlab qo'lga oladi va chegirdan qo'g'lab chiqaradi. Bu jinoyat xalqaro jinoiy ishlar zaminida boshlanib, Xitoyda davomlashmoqda. Dalil isbotlar buni Xitoy amaldorlarining tashkillaganligini, Tojikiston amaldorlarining bu ishdan xabar topganligini va doim Xitoy amaldorlarining Tojikiston amaldorlariga belgilik harakat qo'llanish buyrug'ini berganligini ko'rsatib berdi.
Albatta, bizning markaziy nuqtamiz Xitoy va uning qatnashchilarining chet eldagi Uyg'urlarni bo'libmi Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga tava rayonidagi Uyg'urlarni nishonlashda o'ynaydigan roli. Biz taftish gruppasining Xitoy amaldorlarini tekshirishni umid qilamiz. Biz bu davlatlarda yuz berayotgan ishlar, Tojikiston va Qirg'iziston amaldorlarining nimalarni qilayotganligidan xabardor bo'lishimiz kerak. Uyg'urlarni qaytarib kelganda Xitoydan nimalarning yuz berayotganligini, ya'ni lagerlarga qamalish, ulardan hech xabar ilinmaslik, ular bilan aloqa qilish imkoni bo'lmaslik qatorliqlarni ko'z oldimizga keltirsak, markaziy nuqta Xitoy amaldorlari bo'ladi. O'rta Osiyo amaldorlari ustidan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida da'vo etish mumkinmi? Bizning diqqatimiz Xitoy amaldorlarining nima qilayotganligiga markazlashdi. Chunki biz Xitoy va u yerda nima ishlarning yuz berayotganligiga qadar ulashib jinoyatga ergishimiz. Ammo biz gavdlantirgan dalil isbotlar shuni isbotladiki, Tojikiston kattvashlari Xitoy kattvashlarining amri bilan Uyg'urlarning salohiyatini aniqlash va undan chegirdan qo'g'lab chiqarilishiga kafolatlik qilgan. Bu jinoyatlarga qatnashgan barliq amaldorlar tekshirildi va ayblanadi deyish to'g'ri. Ular bundan mustasno qolmaydi. Xitoyga markazlashganligimiz ularni ishlarimizning sirtida qoldirganimizni ko'rsatmaydi. Bularning tekshirilishi jazman hayotiy kuchga ega bo'lib, Tojikistonga kelsak, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat bo'lish sifati bilan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining bu tekshirishiga yaqindan yordamlashishi, mas'ullarning sudga tortilishiga kafolatlik qilishi kerak. Biz bu davlatlarning yordam qilishi va qatnashishini qo'lga keltirishga tirishamiz. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining uni tekshirishi o'ng'ay bo'ladi. Biz bu davlatlarga besim qilayotgan Xitoy ustida ishlayapmiz. Shunga xalqaro jamiyat bilan bu intayin og'ir masalada hamkorlashishga chaqiriq qilamiz. Bu tekshirishga yordam berish uchun Tojikistonga yetib kelganlarni bilamsiz. Ulashdingizmi? Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi tekshirish ochilmaguncha bunday qilmaydi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi tekshirishni ochgandan keyin hamkorlikni talab qilsa bo'ladi. Biz cho'qim davlatni xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi bilan hamkorlashishga ilhomlantiramiz. Biz yana Tojikiston doiralari bilan aloqalashib, ulardan bu deloni xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida ilgari surishda yordam so'raymiz. Dalil sifatida siz Tojikistonda yashaydigan Uyg'urlarning nufusining 2016-yildan 2018-yillari orasida 3000 dan 100 ga tushib qolganligini aytdingiz. Bu son va boshqa dalillarni Tojikistondan qanday to'playsiz? Naq maydonni tekshiruvchi xodimlarimiz bor bo'lib, ular kishilarni ziyorat qiladi va dalil isbot yig'adi. Shundaqla sonliq ma'lumotlarni hisoblaydi. Bexatarlik sababidan u kishilarning kimligi oshkora emas. Biz to'plangan birinchi qo'l dalil isbotlarni Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sundik. Siz O'rta Osiyodagi boshqa davlatlarga qarayapsizmi? Shundoq. Qozog'iston yana biri. Biz bu haqda izlandik. Bundan boshqa O'zbekiston, Qirg'iziston va Afg'onistonda Uyg'ur nufusi bor. Afg'oniston xalqaro sudning boshqarish tavalligidagi davlat. Bu yerda bir qism Uyg'urlar bor, ammo biz texi yetarli uchur to'playolmadik. Kabuldagi yangi hukmronlarning ilgirki hukumatlar imzolagan ahdnomalarni saqlab qolamdi yo'q, buni texi bilgili bo'lmaydi deb o'ylayman. Shunisi aniqki, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat bo'lish sifati bilan ularning xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi bilan hamkorlashish yoki hamkorlashmaslik masalasi mavjud. Biz Uyg'urlar haqida so'zlayapmiz. Ammo O'rta Osiyo davlatlarining Uyg'urlardan boshqa millatlarni chegaradan qo'g'lab chiqarishdagi ahvollarga yo'liqdingizmi? Masalan, qirg'iz qozoqlarga o'xshash. Biz Uyg'urlarga emas, bu qo'shni davlatlarda nishon qilinib, Xitoyga qaytarilgan Qirg'iz xristian Ovalbek Turdaxunga o'xshash boshqa turi xalqiga ahamiyat berdik. Bizning dalil isbotlarimiz hozirga qadar Xitoydan O'rta Osiyo davlatlariga kelgan va u yerda uzun yil turgan, ishlagan va yaqinqi 5, 6, 7, 8 yil ichida chegaradan qo'g'lab chiqarilganlarning Xitoyga qaytarilganda beshiga nima keltirganligiga markazlashgan. Vatan bizga avod qilishimiz uchun, o'rinbosarlik mas'uliyatimizni bajo keltirishimiz uchun, Kalimatullohni ustun qilib insondek yashashimizni kafolatga ega qilishimiz uchun berilgan Allohning omonatidir. Omonatni topshirib olmoq o'z navbatida uni muhofazat qilishga ahd qilishni o'z ichiga oladi. Uni tajovuzchiga yem qilmaslikni, qadr-qimmatini dafsanda qilg'uchiga yo'l qo'ymaslikni, bizni undan ayirishga, uni bizdan yatlashtirishga, bizni uning bag'rida hur yashashimizga to'sqinlik qilishga tutunuvchiga qarshi turishni o'z ichiga oladi. Mana bu vatan ahdisidir. Ahdiga vafo qilish burchdir, sadoqatdir. Erkeklikdir. Ahdini unutish bo'lsa vafosizlikdir, sadoqatsizlikdir. Uni zoya qilish xiyonatdir. Vafosizlik va xiyonat orasida davr qilib turayotgan bu omonat ko'z oldimizda halokatli xatarni boshdan kechirmoqda.
Amanatlik vatan ifodalab bo'g'isiz darajada qabohatlik davrlarni boshdan kechirayotgan bu kunlarda ahdisini esiga olgan haqiqiy sadoqatparvar sohiblarini sig'inmoqda. Hurlik yo'lida qinini oqqizgan, barliqini pido qilgan qahramon shehidlarini yod etmoqda. Ularning izbosarlaridan vafo mezoniga o'ltirg'izg'ili bo'g'idek jarangliq sadoni kutmoqda. Tajovuzchilarning dahshatlik dafsanchiliklarga qarshi o'zini muhofazat qilishga barliqini atagan vafodorlik shuuri o'lmagan sodiq qo'shinni saqlab turmoqda. Bo'lmadi deganda duch kelayotgan xatarning ritmini bo'lsa-mu ostiltishga yaraydigan. Bozorning ahvoliga qarab emas, xatarning darajasiga qarab ish tutishni. Buningdanmi adashga yuzilayotgan xatarga oldin to'g'on silishni biladigan avangardlarni. Vafodorligini qavash chog'liq haqqoniy pozitsiya bilan bo'lsa sahib chiqishni o'ylaydigan vafodor vatan mansuplarini kutib turmoqda. Vatan ahdimiz vafo mezonida nomli maqoladan ilindi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köngünüzlər üçün köp rəhmət. Kelər qitimli proqramımız görüşkəcə Allah'a emanet bolğaysızlar.